Bugun biz Markaziy Osiyodagi eng yirik kurort zona Tushlar vodiysiga keldik. Tushlar vodiysi aslida dam olish maskani bo'lsa ham, lekin aksariyat odamlar dam olish uchun emas, investitsiya kiritib, foyda olish maqsadida apartamentlarni xarid qilishmoqda. Bugun biz buni sababini aniqlashga va loyihani ipidan ignasigacha yoritib berishga harakat qilamiz. Nimaga odamlar ushbu loyihaga investitsiya kiritgisi kelib qoldi? O'zi loyihani narxi qanaqa va undan qanchalik daromad qilish mumkin? 3-5 yil orasida pul o'zi masalan tikilgan pul o'sha sotib olingan joy boshqa o'zini oqlash kerak. Obyektimiz 70% daraxtdan iborat. Loyihani kvadrat metrining narxi qancha? Ya'ni hududga avtomashinalarning kirishi yo'l qo'yilmaydi. Hududdan tashqarida avtoturargoh tashkil etilib, dam oluvchilar uchun xavfsiz va tinch shovqindan xoli tarzda dam olishi hisobga olib loyihalangan. Hop, yana bir narsani so'ramoqchi edim. Loyiha kattaligini hisobiga kommunikatsiyadan, ya'ni svetdan muammo bo'lmaydimi? Odamlarni bu yoqqa mashinasiz kelishini rag'batlantirish. Toshkent shahridan Bo'stonliqgacha yangi tipdagi elektropoyezdlar yo'lga qo'yildi. Shu hafta o'zim o'lchadim havo darajasini. Bu yoqqa kelganimizda 17 ko'rsatdi. Norma 50 bo'lishi kerak. Bu markaz faqat birinchi yordam ko'rsatishmi yoki shu davolanish uchunmi? Uchun bu yerdagi asosiy maqsad ana qurilishdan foyda qilish emas, ertaga shu servis xizmatlarini tashkil qilib turib, shu narsadan boshqaruv kompaniyasi passiv daromad qilishni tashkil etish. Tushlar vodiysi Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida, shahar markazidan 2 soatlik masofada joylashgan. Mardonbekga kuzatuvchilarimiz uchun tushunarli bo'lishi uchun aytib bersangiz, biz hozir qayerdamiz va nima uchun most ustida turibmiz? Biza mostda turganimiz sababi Tushlar vodiysini bir ramziy boshlanish hududi shu most desak ham bo'ladi. Sababi biz 2023-yilda Tushlar vodiysi loyihasini boshlaganimizda, mana shu yerga kelganimizda most bir sel yuvib ketgan, odamlar uchun qiyin bo'lgan, oddiy yengil mashinalar ham bir yurish qiyin bo'lgan holatda edi. Keyin biz bu mostni 2024-yildan boshlab kapitalniy ta'mirlash ishlarini boshladik. Hozir ko'rib turgan mostingiz mana shu holatga kelguncha 1 yil mehnat va juda katta mablag' sarflandi. Bu most faqat sizlarni loyihaga o'tish uchun emas, balki o'sha loyiha atrofidagi yashovchi insonlarga ham xizmat qiladi, ya'ni. Ha, bu yerda mostdan o'tgandan keyin bizning obyektgacha aholi yashaydi. Qishloq hududi bo'lganligi uchun bu yerda tarqoq aholi yashaydi. Odamlar hozir bu mostdan bemalol foydalanib nima qilyapti. Havosi tozaligi shundoq bilinib turibdi. Loyiha uchun aynan shu hudud tanlanganining asosiy sababi ham toza havosi bo'lsa kerak. Xo'p, Mardon aka, nega aynan Bo'stonliq tumani tanlangan? Xo'p, Bo'stonliq tumanini tanlanganining eng katta sabablari endi birinchidan O'zbekistonni bu Shvetsariyaga taqqoslanadigan hududi hisoblanadi. Endi bilsangiz, oxirgi yillarda borgan sari iqlim ham isib boryapti. Bu havodagi har xil o'zgarishlar, boshqalar. O'shandan kelib chiqadigan bo'lsak, O'zbekistondagi Bo'stonliq tumani bu iqlim sharoiti juda yaxshi. Mana qishda ham qor, boshqalar doim bo'ladigan, yozda salqin bo'lgan hududlardan bittasi hisoblanadi. Mana masalan olib qaraydigan bo'lsak, biz obyektimizda yoz paytida Toshkentda 40 gradus bo'lganda ham bu yerda 30 gradusdan yuqoriga chiqib ketmaydi. Qishi ham juda nima emas, qattiq emas, sovuq emas, juda masalan ana Rossiyani yo Gruziyani yo boshqa joylar sovuq o'lkalarni qishiga qaraganda namligi juda yaxshi. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana dam olish maskani sifatida Bo'stonliqda oldinlardan juda katta dam olish maskanlari, oromgohlar tashkil qilingan. O'sha uchun biz ham maqsadimiz bu yerda dam olish maskani bo'lganligi uchun Bo'stonliq tanlandi. Sababi yil 12 oy xizmat qiladigan infrastrukturasi bor sharoit yaratishga harakat qilyapmiz. Shularga bu loyihamizni Tushlar vodiysi Unar Construction tomonidan qurilyapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Bunaqa hashamatli katta maketni to'g'risini aytsam, respublika bo'ylab umuman hech qayerda ko'rmaganman. Hayratlandim.
tushunishim bo'yicha bu maketni ko'rib turganimiz loyihani birinchi etapi. Umuman olganda nechta etapdan iborat qurilish? 3 ta etapdan iborat. 3 ta etapdan iborat. Xo'p, birinchi etapimiz qachonga topshirilishi rejalashtirilgan? 26-yil aprel-may oylariga butunlay topshiramiz. Gap bo'lishi mumkin emas, ya'ni keyingi yilga ekan. Keyingi yilga albatta. Xo'p, ikkinchi navbat apreldan keyin boshlanadi. Apreldan keyin bu loyihamizni tugatganimizdan keyin ikkinchi etapga o'tamiz. Ya'ni bu yoni bitirib, u yoni bitirib qilmaymiz. Butunlay bitadi, ikkinchi etapga keyin o'tamiz. Shaharda tekis joyda qurilish qilishdan va tog'da qurilish qilishi qanaqa qiyinchiliklari bor va shu haqida qisqacha gapirib o'tsangiz. To'g'ri aytasiz, shaharda tekis joyda qurilish qilishga nisbatan tog' yon bag'rida qurilish qilishi o'ziga xos qiyinchiliklari bor va plus tomonlari ham bor. Qiyinchiliklari shundaki, buni tabiiy iqlimiy sharoitlarni hisobga olish kerak, ob-havo sharoitlari, relyef, o'sha tekis notekisliklarni hisobga olib loyihalash kerak bo'ladi. Va shu bilan birga bundan unumli foydalanib, plus tomonlarini ham hisobga olib ko'zda tutish kerak bo'ladi. Boshqa dam olish maskanlaridan nimasi bilan ajralib turadi sizlarning loyiha? Endi mana hozir boya siz bilan gaplashdik. Bizni xalqni ham dam olishga bo'lgan nimasi hozir juda o'zgaryapti. Masalan, siz agar chet elga boradigan bo'lsangiz, bir hafta qanaqadir mehmonxonada turasizda, bir hafta uning ichida chiqmasdan hamma servislar sizga taklif etiladi. Masalan, borasiz, uni basseynlari, har xil sizga xizmat ko'rsatiladigan restoranlari, boshqalari bo'ladi. Siz o'sha hududdan chiqmaysiz. Faqat bir hafta shu yerda bola chaqangiz bilan vaqtingizni o'tkazishingiz mumkin. Endi bizda ham bu yerdan masalan hududimiz 20 gektar bo'ladigan bo'lsa, bizda ham o'sha xizmatlarni ko'rsatish maqsadi bo'lganligi uchun boshqa loyihalardan eng katta farqlimiz kompleks tarzda xizmatlarni ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Masalan, buning ichida har xil yozgi, qishki basseynlar bo'ladi. Yozda masalan foydalanish uchun nimani obyektning ichida standartli dunyo standartlariga javob beradigan futbolni maydonchamiz, tennis kortlari, voleybol, har xil masalan katta sport tadbirlarimi, masalan 1000 kishigacha bo'lgan katta tadbirlarni o'tkazish imkoniyati bo'ladigan amfiteatrimiz, boshqa shunaqa nimalarimiz ichida bo'ladi. Said Muhammad aka, apartament egalari yana qanaqa qo'shimcha xizmatlarga ega bo'lishadi? Hozir men maketni ko'rib turman, bu yerda zipline bor. Yana qo'shimcha nima xizmatlar taklif qilingan? Nafaqat investorlarga, ya'ni dam oluvchilarga ham juda ko'p xizmatlarimiz bor. Amfiteatr, gym zona, futbolni stadion, spa salon. Buni sanab o'tishga barmoqlarim yetmaydi, to'g'risi. Ya'ni ko'p juda. Juda ko'p. Zerikib qolishmaydi. Kirish yo'lagidan o'sha mijozlarni apartamentigacha bo'lgan yo'lda golf mashinalar tashkillashtirilgan ekan. Shu haqida ham gapirib bersangiz. O'zi bizda O'zbekistonda hamma O'zbekistonda boshqa joylarda ham o'zi bunaqa dam olish maskanlari mashinasiz xoli hudud sifatida tashkil etilgan. Endi ularning ichida shu golf mashinalari, baggilar deymiz, shunaqalar orqali masalan kiradi, registratsiya qilinadi, ro'yxatdan o'tgandan keyin borib joyiga olib borib qo'yib bemalol dam olishni nima qilish mumkin. Agar masalan obyekt u burchagidan bu burchaga bormoqchi bo'lsa ham ichida servislar tashkil qilinib, telefon qilsa, boshqa qilsa olib kelib yana. Demak, shu golf mashinalari ham yetarlicha sonda bo'ladi. Bu faqat elektrda yuradigan golf mashinalar bo'ladi. Bu yerda ham mana bu chiqindilar chiqishini, boshqani juda minimallashtirish, zaharli gazlar chiqishini minimallashtirishga harakat qilyapmiz. Mardon aka, yana bir savolim bor. Hozir bizani YouTube orqali investorlarimiz, shu mijozlarimiz ko'rib turishdi. Ularga ham bu ma'lumot juda ham foydali bo'ladi degan umiddaman. Shahardagi o'sha noturar joylar, ya'ni nejiloy joylarga investitsiya qilishdan ko'ra Tushlar vodiysiga o'xshagan yoki shu Tushlar vodiysiga investitsiya qilishni qanaqa farqlari bor va foydalari qanchalik darajada? Shaharda bu masalan investitsiya kiritgan narsasini ikki xil yo'ldan foyda qilish mumkin. Birinchisi masalan boshda pul kiritib, uni narxini oshishidan yoki qanaqadir olgan narsasini ijaraga berish asosida. Endi bizdagi biznes modelimiz ertaga bu yerni kimdir masalan bitta nomer masalan sotib oladigan bo'lsa, u nomerni sotib olgandan keyin bu yerda boshqaruv kompaniyasi bo'ladi. Bu yerda unga nima qulayligi bor deydigan bo'lsak, birinchidan xohlagan payti kelib turib o'zi foydalanishi mumkin. Ikkinchidan o'sha boshqaruv kompaniyasiga buni berib qo'yadigan bo'lsa, boshqaruv kompaniyasi olib o'sha ekspluatatsiyadan tushgan daromadni bir qismini upravlash kompaniyaga berishi mumkin, ikkinchisini ma'lum bir qismini o'zida unga berilishi mumkin. Bu narsa chet elda odat tusiga aylandi. Bu hech qanaqa
biz tomonimizdan o'ylab topilgan yangilik emas. O'sha uchun bu yerda ikki xil maqsadni qilish mumkin. Ertaga masalan o'zingiz uyingiz bo'ladigan bo'lsa, shu yerda bemalol xohlagan paytingiz kelib dam olishingiz mumkin. Bu ehtiyojingizni qondirishingiz mumkin. Ikkinchidan sizga o'sha passiv turgan aktivingiz daromad keltirib turishi mumkin. Ya'ni o'sha kelishdan oldin boshqaruv kompaniyasiga shu aloqaga chiqib yozib qo'yiladi va kelganida o'sha apartamenti tayyor holatda bo'ladi. Damini olib, bemalol ketgandan keyin, ya'ni boshqaruv kompaniyasi keyingi mijozlarga uni tayyorlab beradi, cleaning servislarni qilib beradi. Xuddi shunday. Hamma sharoitlarni qilib beradi. Hamma sharoitlarni qilib beradi. Mana gostinitsaga borsangiz, mehmonxonaga borsangiz, sizga qanaqa xizmat ko'rsatilsa, bu yerda ham shunaqa xizmatlar bo'ladi. Masalan, qishki basseynlar bor. Qishda har xil sport turlari, bu yerda mana bolalar uchun katok, bu narsalar hammasi tashkil qilingan. Mana tepada kichkina bo'lsa ham endi qor, ana chang'ilarni uchishga sharoitlar bor. Ularni ham xudo xolasa tashkil qilishni rejalashtirganmiz. Qisqasi, mulkdorni bu yerda aktivi to'g'risida, aktivni qanaqadir tozalashi, boshqa qilishi, ertaga pul keltiryapti, keltirmayapti degan muammolari, masalalari umuman bo'lmaydi. Buni hammasini boshqaruv kompaniyasi o'z bo'yniga, zimmasiga oladi. Shuning uchun bu yerdagi asosiy maqsad qurilishdan foyda qilish emas, ertaga shu servis xizmatlarini tashkil qilib turib, shu narsadan boshqaruv kompaniyasi passiv daromad qilishni tashkil etish. Nima deysiz? Mijozlar asosan yashash uchun xarid qilishyaptimi yoki investitsiya qilish uchunmi? 70 ga 30 aka. 70% investitsiya, 30% yashash uchun olishyapti. Markaziy Osiyoda eng katta kurortning zona bo'lgani uchun biz reklamani o'z bo'ynimizga olamiz. Ya'ni har bir mijoz, har bir odam bu yoqqa kelib dam ola oladigan. Ya'ni turistik zonaga aylantirmoqchimiz bu yerda. Ya'ni mijozlar apartamentni xarid qilgandan keyin barcha bosh og'riqlardan xalos bo'lishadi. Ya'ni axrani qo'y, uyni tozalashga ishchi ol, yana boshqa o'sha xizmatlardan xalos bo'lishadi. Shunchaki sizlarga topshirib qo'yishadi va sizlar uyni o'sha keladigan mehmonlarga arendaga berish orqali investorning pulini oqlab berasizlar. Oqlab beramiz, to'ppa-to'g'ri. Ham oqlab beramiz, ham o'zi ham dam olib ketadi. Tushlar vodiysi loyihasi boshqa dam olish maskanlaridagi binolardan qanchalik farq qiladi yoki nimasi bilan farq qiladi? Tushlar vodiysi obyektimizda yashash binolardan tashqari turli ko'ngilochar binolar mavjud, dam olish zonalari, restoran binolari shular bilan ajralib turadi. Binolarni bunaqa joylashganligini nima sababi bor va nimani hisobga olib bunaqa joylashgan? Binolarni joylashtirishda, ya'ni loyihalash davomida shu joyni tabiiy iqlimiy sharoitlarni hisobga olib, manzarali hududlarga binolarni qarashni e'tiborga olib joylashtirilgan, ya'ni shu Chorvoq suv omboriga xonadonlarni qarash joylashtirilishi inobatga olib loyihalashtirilgan. Ozgina kvadraturalar haqida gapirib o'tsangiz, necha kvadratdan necha kvadratgacha apartamentlar mavjud? Shuhrat aka, 27 kvadratdan 300 kvadratgacha apartamentlarimiz mavjud. 27 bu bizda bir xonalikmi yo Studio varianti bo'ladi. Studio varianti. Studio varianti bo'ladi. To'ppa. Eng kattasi 300? 300 kvadrat bo'ladi. U necha qavatli bo'ladi? 3 qavatli bo'ladi. Ya'ni birinchi qavatida nejiloy, ikkinchi, uchinchi etajlarda jiloy bo'ladi. 6 xonadan iborat bo'ladi. Loyiha bitgandan keyin 5 yil, 10 yil ichida investorlar qanaqa natijalarni kutish kerak? O'sha tikkan puli qanchada oqlanadi taxminiy? Endi taxminiy hozirgi kundagi hisob-kitoblarimizga qaraganda, endi bu ham taxminiy 3-5 yil orasida pul o'zi, masalan, tikilgan pul o'sha sotib olingan joy boshqa o'zini oqlash kerak. Xudo xolasa oqlash kerak. Hozircha hisob-kitoblarimizga ko'ra shunaqa taxminlarimiz, prognozlarimiz bor. Umuman olganda, Tushlar vodiysi loyihasi qaysi turdagi mijozlarga to'g'ri keladi, ya'ni? Endi qaysi turdagi mijozlarga to'g'ri keladi? Bu nima deydi? Dam olish maskani bizda masalan hozircha ochiq aytish kerak, shu Bo'stonliqda umuman dam olish hali sal qimmatroq. Masalan, biron joyga borsangiz, bir kuningiz kamida sizga 2-3 milliondan nima qilinadi? Sababi bozorda $1000 hattoki. Hattoki $1000 bor unaqa nimalar ham. Endi bu nima narsa emas, statistika. Bozorda taklif bo'lmaganligi uchun bu narx shunaqa holatda bo'lib turibdi. Agar siz oddiy nimalarni olib qaraydigan bo'lsangiz, gostinitsaning nomerlari ham mehmonxona unaqa $100 dan nima emas. Endi bu hamma turdagi, masalan, insonlar uchun dam olish, oilaviy dam olish uchun mo'ljallangan joy. Ertaga agar bu yerdagi masshtabni nima bo'ladigan bo'lsa, biza xizmat ko'rsatish
tannarxini ham tushirishga hozir harakat qilyapmiz. Sababi xizmat ko'rsatish tannarxi tushgandan keyin ertaga sizni nimangiz, qamrovingiz kengayishi mumkin. Shuning uchun mijozlar doirasiga keladigan bo'lsak, aniq hech qanaqa bir kategoriya nimamiz yo'q. Ajratilgan, masalan, mana bu kategoriyaga nima qilamiz, xizmat qilamiz degan narsa. O'sha uchun xudo xolasa bu yerda hammaga xizmat qilish imkoniyatimiz bo'ladi. Endi yana bitta qo'shimcha narsa, biza jamoaviy masalan nimalarga ham xizmat qilinishi mumkin. Ertaga qanaqadir tadbirlar o'tkazilaman desa, boshqa mana bu yoqda hozir loyihamizning ikkinchi etapida 100 o'rinlik mehmonxona qurish rejalashtirilyapti. Uning ichida zamonaviy 4 yulduzli mehmonxona bo'ladigan bo'lsa, u mehmonxonaning ichida shu tadbirlarni o'tkazish uchun qo'shimcha hamma nimalar bo'ladi, sharoitlar bo'ladi. Infratuzilma deganda aynan nimalar bor? To'liqroq tushuntirib bera olasizmi? Xo'p, infratuzilma deganda biz mana hozir obyektimizni, dam olish maskanimizni yil 12 oy xizmat qilishga ixtisoslashtirishga harakat qilyapmiz. Bunda nimalar qilinyapti? Masalan, yozda odamlar kelish uchun va qishda kelish uchun. O'shandan kelib chiqadigan bo'lsak, yoz payti uchun eng katta nimamiz mana bu yoqda tepa qismimizda biz juda katta odamlarni sayr qiladigan yo'laklarini, boshqalarni tashkil qilyapmiz. Undan tashqari qanaqadir sport tadbirlari, boshqalar o'tkazish uchun har xil futbol maydonchalari, basketbol, voleybol maydonchalari bo'ladi. Ochiq havodagi mana bu yoqda mana shu yerda quriladi. Basseynimiz bo'ladi. Eski basseyni ham shu yerda bo'lgan. Bu yerda yozgi basseyn nimalari, qanaqadir tematik parklar bo'ladi, fotozonalar bo'ladi ichida. Endi veryoshniy plashatka deymiz. Bu hozir shunaqa trend bo'lyapti. Mana masalan pastdagi shunaqa bitta daraxtlar zonamiz bor. Daraxtlarga iplar bog'lanib chiqilib, shunaqa zona tashkil qilamiz. Undan keyin yoz paytida qanaqadir konsertlarni o'tkazish uchun, kichkina tadbirlarni o'tkazish uchun amfiteatrimiz bo'ladi. 20 dan ortiq nimalarimiz bor. Ichida har xil nimaga ixtisoslashgan restoranlar bo'ladi. Oshxonalarga, milliy, Yevropa, boshqa nimalarga fast food zonalari bo'ladi o'ziga yarasha. Insonlar kelgan paytida hech qanaqa o'zi urinmasdan, oshxonaga kirib ovora bo'lmasdan, boshqa qilmasdan shu yerda vaqtini o'tkazish uchun hamma sharoitlar bo'ladi. Demak, ya'ni shu mijozlar faqat bu yerni sotib olish uchun emas, balki shu 1-2 kunga kelib dam olib ketish uchun ham kelib ketsa bo'ladi. Faqat 1-2 kun emas, kamida 1 hafta turib ketishiga. Qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Shuncha yaxshi bo'ladi. To'g'ri. Bu yerda 70% obyektimiz 70% daraxtdan iborat. Yaqindagina yana 30 mingta daraxt ekdi. Qo'y, 30 mingta daraxt. 30 mingta daraxt ekdi. Hozir shu narsani ham aytib o'tib ketmoqchi edim, hurmatli kuzatuvchilar. Bilamizki, poytaxtimizda ko'plab qurilish kompaniyalari tomonidan afsuski o'simlik dunyosi saqlab qolinmayapti va uni o'rnida binolar qad ko'tarmoqda. Shu narsaga men juda ham qoyil qoldim. Loyihani umumiy maydonini 70% ni o'simlik dunyosi, ya'ni shu oldin bo'lgan daraxtlar tashkil qildi va undan tashqari sizlar yana 30 mingta daraxt ekkansizlar. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, sizlarning loyiha Markaziy Osiyodagi eng katta kurort zona hisoblanadi. Shunga yaqin bo'lgan konsepsiyadagi boshqa loyihalar bormi bozorda? Bunaqa konsepsiyadagi masalan yashillik, ichida har xil infrastrukturalar, dam olish yo'nalishidagi infrastrukturalarni tashkil etgan, qamrab olgan konsepsiyalar O'zbekistonda bor, lekin bunaqa masshtab darajasida emas. Masalan, bilamiz, mana shu piramida, mana liner, keyin zomin sanatoriyalari, boshqalar bor bular. Lekin bularning ichida biz nazarda tutmoqchi bo'lgan darajadagi, masalan, har xil masalan oilaviy keladigan bo'lsangiz, masalan ichida har xil turdagi attraksionlar, tematik parklar, boshqalar nazarda tutilgan nima yo'q. Shuhrat aka, ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Bu oldin eski moliyachi lager bo'lgan. Dam olish oromgohi. O'sha binolarni o'rniga biz apartament quryapmiz. Ya'ni maksimal darajada biz daraxtlarni saqlab qo'yamiz. 60 yillik daraxtlarni saqlab qo'yamiz. Sizga boya aytdim-ku, 30 mingta daraxt ekdi deb.
yana 20 mingta daraxt ekish rejamiz bor. Qanaqa turdagi daraxtlar bo'ladi u yoqda? Голубой yel, sasna, keyin sakura daraxtlarimiz bor. U sakura daraxtlarimizdan urug'ini olib, yana ekyapmiz. Ko'paytirish niyatida Yaponiyani hissini bermoqchimiz mijozlarga. Maksimal darajada loyihani yashillikka burkantiryapsizlar. Mana qarasangizlar ikki tarafga hozir mana 3-4 qator qilib hamma joyga faqat mana shu sal endi bu yerda bo'stonli chorvachilik hududi bo'lganligi uchun qo'y echkilar ko'proq bo'lgani uchun biz hozir dehqoncha qilib o'rab qo'yib bu narsalarni xudo xohlasa 2-3 yildan keyin olib tashlaymiz, sal daraxtlarni bo'lib ketgandan keyin. Vaqtincha holati. Da, vaqtincha holati. Lekin mana shu daraxtlar shunaqa nima qiladigan bo'lsa, ertaga insonlar sayr qilish uchun, mashinalar yurganda ham, boshqada ham yaxshi bir manzara xudo xohlasa yuzaga keladi bu yerda. Said Muhammad aka, bu gapingizdan keyin menda yana bitta savol tug'ildi. Tabiatni asrab qolish bu juda ham yaxshi narsa. Uni boyitish esa undan ham zo'r narsa, lekin kelajak avlod uchun uni saqlab qolish kerak va ko'p suvni talab qiladi. Bu tizimlar qanaqa o'ylab chiqilgan? Shuhrat aka, zo'r savol bo'ldi. Bugun borgan bo'lsangiz, u yoqda hali ham qor bor, qishda muammo bo'lmaydi. Bahor yozga keladigan bo'lsa, o'sha qorlarni bir manbaga yig'iladi, o'sha manbadan ishlatamiz. Tushunarli. Ajoyib. Bu narsa, ya'ni tabiatning o'zi sizlarga katta yordam berib qo'ygan. Albatta. Loyihadagi binolar juda ham o'zgacha va chiroyli ko'rinishga ega ekan. Buni loyihalashtirishda kimlar ishtirok etgan? Loyihalash ishlari Unarpro jamoasi tomonidan loyihalangan. Buni loyihalashtirishda barcha muhandislar ishtirok etgan, dizaynerlar ishtirok etgan. Shu joyni o'ziga xos sharoitlarni inobatga olib, maksimal chiroyli chiqishi va manzarali tomonlari e'tiborga olib loyihalashtirilgan. Binolar tashqi ko'rinishi bilan faqat farq qiladimi yoki yana qanaqadir qo'shimcha afzalliklari bormi ichida? Bu binolarda xonadonlari mavjud. Shu bilan birga apartament xonadonlari ham bor. Bunda o'zini kichkina bo'lsa ham maydoni, ya'ni hovli qismi borligi, uni o'ziga yarasha basseyn, mangal zonalari joylashganligi bilan farqlanadi. Ko'rib turganingizdek, bu loyihamizda har xil dizaynlar ishlatilgan, o'rmon uylari, high-tech va klassik uslubida ishlatilgan apartamentlarimiz mavjud. Shu o'rinda so'rab o'tmoqchi edim, loyihani kattaligi hisobida parkovka muammosi bo'lmaydimi? Parkovka muammosini birinchi o'chirib o'ylab qo'yganmiz. Ya'ni tashqariga yetarli darajada 24 soat qo'riqlaydigan parkovka qilganmiz. Ya'ni odamlar tashqariga mashinasini qoldiradi va loyihada golf-karda xohlagan xonadonga yetib boradi. Aha. Demak, golf-karlarning soni ham bunga mo'ljallangan. Mo'ljallangan, to'ppa-to'g'ri. Bir-birini kutib qolmaydi odamlar. Hech kim kutib qolmaydi. Mardon aka, sizga Tushlar vodiysini qurish fikri, o'sha g'oyasi qayerdan keldi? Nima ilhomlantirdi sizni? Xo'p, to'g'risini aytsak, nima deydi? Mana chet elga borasiz, boshqa qilasiz. Chet elga borganda e'tibor bergan, ko'rgan narsamiz odamlarni dam olishga nisbatan dam olish madaniyati hammasi tubdan o'zgaryapti. Hozirgi kunda e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, uje odamlarning ana tabiatga ehtiyoji boshqasi ko'paygan. Bu narsa endi oxirgi yillarni qaraydigan bo'lsak, aholining ko'payishi, boshqa hayotni tezlashib ketganligi e'tibor bergan bo'lsangizlar, ana Covid paytida ham odamlar uyda o'tirib, ana xotirjamlik, boshqa mana shunaqa nimalarni juda qadriga yetishdi. Endi o'shandan kelib chiqadigan bo'lsak, Tushlar vodiysi hozirgi biz o'ylagan narsani agar amalga oshiradigan bo'lsak, mana shu narsani yaratib berishga harakat qilyapti. Xudo xolasa mana ko'rib turgan manzaralaringiz, mana shu daraxtlarni hammasini saqlab qolgan holda mana oralariga oldingi manbetlarda binolar bo'lgan. Mana shularning orasiga juda kam mana u nimalarni joylashtirib, bu nimani saqlab qolish oldi. Mana shu sharoitni, o'zining tabiiyligini saqlab qolish. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, Tushlar vodiysi o'zi umuman loyiha hozirgi kunda odamlarning ehtiyojidan kelib chiqib amalga oshirilyapti. Endi oldin o'zimiz ham Bo'stonliqqa dam olishga keladigan bo'lsak, to'g'risini aytsak, birinchidan dam olish juda qimmat bo'lardi. Ikkinchidan qayergadir boraman desang bir hafta oldin bron qilishing kerak, oldindan buyurtma qilishing kerak. Mana shunaqa tashvishlari ko'p. Endi borgan joyingizda borasiz, faqat ana nimaning ichida ovqat pishirasiz, o'tirasiz, televizor ko'rasiz, boshqa bo'lardi. Endi hozir u narsalar ham odamlarga qiziqmasda. Siz bola chaqangiz bilan chiqsangiz ham, bola chaqangiz ham oddiy qilib aytganda siz tinchroq qo'yib, ana aylanib yurib, koptok tepib, boshqa qilib yurish kerak bo'ladi. Biz hozir mana shu yerda bir 20 dan ortiq infrastrukturani tavsiya qilyapmiz, ishlab chiqyapmiz. Hozir buni ishlab chiqdik.
Mana shu infrastrukturalarni xudo xolasa to'liq agar ishga tushiradigan bo'lsak, odamlarni bu yerda to'liq ravishda dam olishini ta'minlagan bo'lamiz. Tomoshabinlarimizga ham qiziq bo'ladigan bir savolim bor. Biz bilamizki, hech kimga yangilik emas, shaharda tirbandlik, parkovka masalalari hammani boshiga tushgan. Sizlar bu loyihada shuni qanaqa qilib hal qilgansizlar? Loyihamizda avtoturargoh masalasi, ya'ni hududga avtomashinalarning kirishi yo'l qo'yilmaydi. Hududdan tashqarida avtoturargoh tashkil etilib, dam oluvchilar uchun xavfsiz va tinch, shovqindan xoli tarzda dam olishni hisobga olib loyihalangan. Nimaga aynan avtomashinalar kiritilmasligi o'ylab topilgan? Bunda bir qanaqadir foydali taraflari nimada? Ya'ni yashovchilar uchun tinch dam olishni tashkil etish va ularning farzandlari uchun xavfsiz bo'lgan sharoit yaratish maqsadida shu reja o'ylangan. Ya'ni bunda avtoturargohdan golf kartlar orqali binolarga tashrif buyuruvchilarni yetkazib qo'yish rejalashtirilgan. Hozir mana Toshkent shahridan Bo'stonliqgacha o'zi yangi elektropoyezdlar, yangi tipdagi elektropoyezdlar yo'lga qo'yildi. Bu Chinorkentgacha keladi. Shu Toshkent shahridan masalan u yoqqa kelgandan keyin biz rejamiz iloji bo'lsa odamlarni bu yoqqa mashinasiz kelishini rag'batlantirish. Bu qanaqa reja desangiz, masalan shu biz ana xalqimiz tilida saqlanib qolgan bochkani atrofida o'zimizning avtobuslar bo'ladi. U yoqqa kelib tushadi. Tushgandan keyin bu yoqqa olib kelishini biz ta'minlaymiz. Endi nimamizga kirishda bir ikkita nuqtamiz bor. Kiradigan obyektga kirish joylarida parkovkalarni tashkil qilishni rejalashtirganmiz. Endi u yerda 300 tagacha mashina sig'adi. Endi ko'prikning yonida pastda ko'rgan joyimizda mostni oldida rejalashtirganmiz. U yerda ham bir kamida 500 ta mashinaga xudo xolasa sharoit bo'lishi kerak. Lekin agar mashinasiz keladigan bo'lsa, kerak bo'lsa shahar o'zidan ham mashinasiz odamlarni tashish yo'lga qo'yishni rejalashtirganmiz. Endi nima deydi? Ana mashinasiz kelganingiz sizga ancha foydaliroq bo'ladi. Sababi shanba, yakshanba kuni bu yoqdan qaytib ketish o'zi ancha trafiklar orqali borishingizga to'g'ri keladi. Endi agar biz shahardan o'zimiz shunaqa yo'lovchilarni tashishni, dam olish xohlaganlarni tashishni yo'lga qo'yadigan bo'lsak, ancha bu nimani mashina bilan kelishni biz oldin olgan bo'lardik. Yana bitta narsa aytmoqchiman. Shu hafta o'zim o'lchadim havo darajasini. 163 ko'rsatdi. Iflosligi 163. Bu shaharda. Shaharda. Ya'ni imini shunda yakshanba kuni hali mashinalar kamligi paytida. Bu yoqqa kelganimizda 17 ko'rsatdi. Qoyil. Norma 50 bo'lishi kerak. Ha, aytgancha bugun biz ham buni his qildik. Birgalikda jamoamiz bilan chiqqan paytimiz anchadan beri unaqa kislorodni his qilmagan edim. Qoyil. Mardon aka, bu havosi ham juda ancha farq qilar ekan shahardan. Shu kelganimdan buyon shunaqa to'yib nafas olyapman, manzaraga qarab ham ko'zim quvondi. To'ynapsan. Ha, keyin so'ramoqchi bo'lganim, qurilish etaplariga qiynalmayapsizlarmi? Ya'ni shahar hududidan 2 soatlik yo'l, beton quyish ishlariga Qurilish ishlarini o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Bu yerda eng katta narsa endi shahardan materiallarni olib kelish, xom ashyoni olib kelish, logistika juda og'ir, lekin shunga qaramasdan hozir davom ettiryapmiz. O'zimiz bu yoqda mana beton zavodi qurganmiz. Beton zavodi ishlab chiqib, o'zimizni betonni shu yerdan yetkazib beryapmiz. Mana ko'ryapsizlar, hamma joyda hozir qor. Shunga qaramasdan ishlarimiz ob-havo bilan kelishgan holda davom ettirilyapti. Mana shunaqa quyoshli kunlarimiz ham bor. O'ziga yarasha qiyinchiliklari bor tog' hududida qurilish amalga oshirishni. Shuhratbek, mana shu xudo xolasa obyekt qurilishda tuga foydalanishga topshirganimizdan keyin mana shu yo'llar ham asfaltlanib, shu aholiga qulay bo'lish uchun trotuarlar tashkil qilingan holatda bo'ladi. Bu aholiga ham, bizga ham obyektdan foydalanishda juda qulaylik yaratadi. Undan tashqari mana hozir sizlar ko'rib turgan mana shu daraxtlarni, bu daraxtni ekdik, qo'ydik, ketdik emas. Bu yerda hozirgi kunda mana 8 ta odam tinmasdan mana shu daraxtlar bilan shug'ullanadi. Bularni sug'orish, ularni endi bu yerda o'tuvchi hayvonlar juda ko'p, qo'y echki boqilganligi uchun ulardan himoyalash. Shtatning 8 ta odam mana shu yerda faqat mana shu daraxtlar bilan doimiy ravishda shug'ullanadi. Maqsad shu daraxtlarni ekib qilib ketish emas, maqsad bilan o'stirib ertaga bir chiroyli bir shu yerda kelajak avlodga qoldirib o'rmonzor qilib qo'yish. Shuning uchun bunga suv olib kelish, tepadan olib kelamiz suvni. Shu yoqdan
ariq qilib. Mani eng quvontirgan joyi mana shu loyihaga kelishgacha bo'lgan yo'l. Ya'ni faqat mana biz bilamiz, ko'pchilik o'sha quruvchi tadbirkorlar faqat o'zini hududini obod qilish bilan shug'ullanishadi, lekin sizlarda loyihagacha borguncha bo'lgan masofani ham obod qilib borganinglar juda ham quvontirdi. Biz bu loyihaga kirishni boshlaganimizda 2023-yil oktyabrda asfalt qildik yo'llarni. O'zi buni holatda emas edi. Birinchi etapi. Birinchi etapini asfalt qildik. Endi hozir katta texnikalardan foydalanib boshqa qilib, sal asfaltlarimiz buzilib, deformatsiya bo'lib ketdi. Xudo xolasa, buni loyiha tugaganidan keyin buni yana shu standartlarga javob beradigan holatda topshirib foydalanish. U yakuniy ko'rinishi o'zgaradi. Xo'p, yana bir narsani so'ramoqchi edim. Loyiha kattaligini hisobiga kommunikatsiyadan, ya'ni svetdan muammo bo'lmaydimi? O'chib qolishlar. Eng ko'p savol beriladi, ya'ni investorlar tomonidan. Biz bu loyihani qurib, bitkazib chiqib ketmaymiz. Ya'ni bu loyihada hamma kommunikatsiyani biz hisobga olib, ya'ni investorlar qancha ko'p daromadga kirsa, biz ham shuncha ko'p daromadga kiramiz. Ya'ni investorlar bilan biz bir oila bilan bo'lamiz. Tushunarli. Ya'ni aksariyat quruvchi kompaniyalarga o'xshab, sizlar qurib, sotib, yopib qolmaysizlar. Ya'ni o'sha investor bilan davomiy ravishda uzoq yillar davomida birgalikda hamkorlikda ishlab kelasizlar. Sizlar tomonidan ularga o'sha apartamentlarini band qilib turish bilan ta'minlanadi. Ular esa daromadlarini karra-karrasiga qaytib olishadi. Ajoyib yechim, gap yo'q. Mana biz loyihamizni eng oxirgi nuqtasiga yaqinlashib qoldik. Yana ozginadan keyin bir 20 metr tepalikda nimamiz bor. E'tibor bergan bo'lsangiz, qarasangiz ana kran pastda qolib ketdi, bashini kranimiz. Biz tepaga qarab ketyapmiz. Kamida hozir biz 80 metr birinchi kirgan tochkamizdan 80 metr balandlikka chiqdik. Endi bu bizni unikal jihatimiz, loyihamiz joylashgan tepaligida ham, pastida ham nima yo'q, boshqa obyektlar yo'q. Pastimiz jarlik. Endi shu jarlikdan biz unumli foydalanish maqsadida bu yil juda katta tozalash ishlarini amalga oshirdik. Mana e'tibor bersangizlar, yo'lak qilib chiqib, archalarni ekdik. Bu yerga ham bir 500 tadan ortiq har xil turdagi daraxtlarni ekdik. Endi bundan maqsad nima? Maqsad ertaga bu yoq loyihamizni pastidan tushadigan yo'lak qilib, keyin pastida aylanib yurib, bu yoqdan bir yoz paytida soyga o'xshagan nima oqib o'tadi, soydan sal kattaroq, o'shani atrofida yurib, bir suvning ovozi, qushlarning ovozi bilan Soy yonida shu piyodalar yo'lagi tashkillashtiriladi. Da, bu juda katta ekstremal effekt ham beradi odamlarga, sababi pastga tushishingiz juda kurtoy spusk bor bu yerda, pastdan yurib yana tepaga chiqadigan bo'lsa, juda katta energiya sarflashga nima bo'ladi, manzarani o'zi ham, landshaftni o'zi ham juda katta bir odamlarga har xillikni beradigan narsa. Endi bu yil yana bu ishlarimizni davom ettiramiz. Bu biz hududdan tashqaridagi ishlar hozir. Buni endi parallel qurilish bilan birga olib boryapmiz. Mana shu joy o'zida ham bir 8 gektar hozir joy obodonlashtirib, tozalab, faqat mana shunaqa manzarali daraxtlarni ekib nima qilyapmiz. O'zi umuman olganda, Tushlar vodiysi loyihasi joylashuv bo'yicha ham juda ham bir unikal joyda joylashgan ekan. Tabiati, o'sha mana suv oqib o'tishi, shu balandliklar, mana manzarani ko'rib turibmiz, juda ham chiroyli manzaralar. Bunaqa ko'rinish hamma joyda ham bo'lavermaydi. Agar tog' bo'lgan taqdirda ham bu yoqda hamma narsa bor, hamma narsa bir joyda mujassam, ya'ni e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu tarafda hozir adirlikdan shamol kelishi, boshqalar to'sib turadi. Bu tarafimiz ham mana nima, tog'li hudud bo'lgani uchun bizni nima ikkita tog'ning o'rtasida joylashgan bo'lsa desak bo'ladi. Tekislik, hech qanaqa masalan qor ko'chkisi, boshqa xavflar yo'q. Ruscha qilib aytganda, o'sha skvoznak bo'lmaydi. Da, skvoznak bo'lmaydi. To'silgan hamma tarafdan, mana bu yog'imiz ham yopiq, bu yog'imiz ham yopiq. Bilaman, hozir tomoshabinlarimiz kvadrat metrini narxiga qiziqishmoqda va uni birgalikda bilib olamiz. Loyihani kvadrat metrining narxi qancha? Loyihamizning kvadrat metri $1200 dan boshlanadi. 1200 dan qanchagacha? $3000 gacha. $3000 U mana 1200 bilan 3000 ning orasidagi farq qanaqa? Ya'ni qaysi binolar 1200, qaysi apartamentlar 3000? Apartamentlarimizning joylashuviga qaraladi, etajiga qaraladi, ko'rinishiga qaraladi. Qaysi penthouse-larda yoki qaysi bloklarda joylar bor hali? Bloklarimizni joni juda oz qolgani hisobiga tez aytib o'taman. Townhouse-da joylarimiz bor, Residence A da joylarimiz bor, Residence B da, Residence C da va Tushlar
terassasida joylarimiz bor. Shuhrat aka, mana biz turgan joy hozir eng yuqori nuqtamizga yaqinlashdik deyarli. Mana shu joyda hozir biz o'zimizni ana pitomnikni qilganmiz. Bu yerda hozir archa, urug'dan archa yetishtirish bo'yicha pitomligimiz bor. Endi qor tagida mana yarim metr qor nimasida turibmiz hozir. Shuning uchun sal ko'rinmayapti, lekin mana shu yerda hozir 20 mingta archamiz bor. Ya'ni shu loyihaga kelajakda ekiladigan archalar bu yoqda yetishtiriladi. Mana shu yerda yetishtirib, hozir o'zimiz shu yerda tashkillashtirganmiz. Bu yoqdagi bo'sh joylarimizda ham archa hozir yetishtiryapmiz. Biza mana shu oxirgi tochkamizda bu yoqda xudo xolasa bir sog'lomlashtirish markazi tashkil qilishni reja qilganmiz. Endi odamlarni aylanib yurishi, boshqadan kelib chiqadigan bo'lsak, hozirgi kunda davolashda eng katta narsa bu jismoniy harakat bo'lyapti. Shundan Bu markaz faqat birinchi yordam ko'rsatish uchunmi yoki shu davolanish uchun ham? Reabilitatsiya uchun? yo'q, bu birinchi yordam emas. Masalan, u davolanishdan keyingi bosqich bo'ladi-ku, reabilitatsiya, tiklash, boshqa. Endi rejamiz hozircha shunaqa. Shu yerda shu narsani qilishni nima qilganmiz? Endi bu yerni tabiatidan, ob-havosidan, sokinligidan kelib chiqib shu narsani hozir o'ylab loyihalarni qilyapmiz. Hozir mana shu tepaligiga kelguncha har xil mana qushlarni sayraganini eshityapmiz. O'zi umuman loyihaga yovvoyi tabiatni saqlab qolish yoki unga yordam beradigan qanaqadir konsepsiya ishlab chiqarilganmi? Endi e'tibor beradigan bo'lsak, ichida hozir bu yerda har xil hayvonlar bor, masalan, olmaxonlar. Endi biz obyektga kelgunimizcha bir ikkita yovvoyi hayvonlarni ham uchratgan joylarimiz bo'lgan. Endi obyektning ichida kichkina hayvonot bog'lari, ya'ni yosh bolalar uchun, masalan, yovvoyi bo'lmagan hayvonlar saqlaydigan, masalan, qushlarni, boshqalarni bor, 2-3 ta joylar bor, shunaqa lokatsiyalar bor. Obyektning ichida shunaqa nimalarni tashkillashtirish, mini zoo parklarni tashkil qilishda. Bolalar borib, bemalol kontaktda, masalan, qushlar, hayvonlar borki, bolalarga zarar keltirmaydigan shunaqa nimalarni tashkillashtirish rejamiz bor. Hozircha bu yerda shu narsalarni loyihalashtirganmiz. O'ylaymizki, bugun olingan barcha ma'lumotlar hammamizga foydali bo'ldi. Mardon aka, sizga katta rahmat. Katta rahmat, Shuhrat. Yozda, bahorda kelsangizlar, manzarani yana boshqacha rakursda ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu daraxtlar hammasi yam-yashil bo'lib, ana juda bir boshqacha insonga ta'sir qiladigan nima bo'ladi. Xudo xohlasa, kelamiz. Rahmat katta, charchamang. Qadrli Kvadrat metr uz obunachilari, siz azizlar uchun mana shunaqa ajoyib bo'lgan video obzorni tayyorladik. O'ylaymizki, sizga manfaatli bo'ldi. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun like bosing hamda podpisatsiya tugmasini bosish esdan chiqmasin. Keyingi sonlarda ko'rishguncha, xayr.